Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Bugun 16-iyul 1-smena savolini tahlil qilamiz. Jami savollar soni 10 ta. Bugun qo'shilgan yangi savol bittagina qo'shilibdi. Parallelogram. U ham qiyin emas. Oliy perimetr so'ralgan yuzi emas. Va keyin 9-savolimiz. Kecha xuddi shunaqa savol takrorlangandi. Boshqacha edi. Yana tushgan. Geometriya har doim burchakdan tushyapti. Nisbat bu ham har doim bor. Mana bu 3-da. Bo'lish. Kecha safar ko'paytirish tushgandi. Mana shu mavzularni chuqurroq o'rganish kerak. Sababi har kuni, har smenada tushib kelyapti. Birinchi savolimiz. Mahsulot narxi 10% ga oshdi. Keyin esa 10% ga kamaydi. Mahsulot narxi qanday o'zgardi? Avval kelinglar foizga oshish kamayishini ko'rib o'tamiz. Bizda jami foizlar 100%. Ana shu 100% 10% ga oshibdi. Ustiga 10 qo'shilib 110 bo'ladi. 10% kamaydi. 100 dan 10 ayiramiz 90. Ana endi bularni jami foizga bo'lamiz. Ya'ni o'zimiz uchun butun son qilib olish uchun. Buni bo'lsak 1/1, bu 0/9. Mana oshdi kamaydini topdik. Ana endi shartini o'qiymiz. Mahsulot narxi o'zgarishini topish kerak. Mahsulotimiz X edi. O'sha X 11% ga 10% ga oshgan ekan. Mana. So'ngra 10% ga kamaydi. Jami 100. O'shandan mana buni ayiraman va 100% ga ko'paytiraman. Ya'ni foizda chiqish uchun. Bizda bu 1% kam chiqdi. Demak, mahsulot narxi 1% ga kamayibdi. Ikkinchi savol. 5 burchakli prizmaning nechta yoqi bor? Mana prizma chizib olamiz. Bizda prizmalar 3 burchakli, 4 burchakli, 5 burchakli har xil shaklda bo'ladi. Mana bu 3 burchakli prizma. Eng avvalo yoq nima deganini ko'ramiz. Yoq bu mana bu yer. Mana shu yer. Xuddi uyimiz parallelepiped shaklda va uning devorlari kabi. Bizga faqat shartimizda 5 burchakli deyapti. Asosi 5 burchak. Mana shunday bo'ladi. Mana shuni yoqini toping deyapti. Buni yoqini topish bizlarda n+2. Bizda prizmaning yoqlari. Uchlar 5 ta bo'lgani uchun endi o'rniga 5 qo'yamiz. 5 + 2 teng 7. Va bizda to'g'ri javob A. 3-savolga o'tamiz. Buni bunga bo'lsak. Bular 0 da turibdi-ku, mana shuni oddiy songa o'tkazib olish uchun virgullarni siljitamiz. Mana bu yoqda. Ya'ni 100 ga bo'lib olamizda. Bo'lsam 2/4, bo'lsam 4. Menda javob 0/6. Bular oson savol. Endi ko'pchilik nollarda adashadi-da. 4-savol. 24 sonining natural bo'luvchilari yig'indisini toping. Buni har xil usulda topish mumkin. Birinchi usulni ko'rib o'tamiz. 1. 24 sonini birinchi bo'luvchilarini topamiz. Ya'ni 24 ga bo'linadigan hamma sonlar.
Bir hamma sonlarga bo'linadi. Har doim bo'luvchilarni yozganda bir yodimizdan chiqmasligi kerak. 2, 3, 4, 6, 8, 12 va 24. Yig'indisi mana shularni qo'shsam chiqadi. Qo'shsam 60. Va bizda ikkinchi usul bor. Ya'ni 24 ni 2 bo'luvchilarga ajratamiz. Avval 2 ga bo'lamiz. 12. 2 ga bo'lsam 6, 2, 3, 1. Va buni NBY formulasiga qo'shishimiz kerak. Hozir bu 2 ning kubi ko'paytiruv 3 ning birinchisi bo'ldi. Va bizdan NBY formulasini yozaman. NBY. Buni yodlab olish bir deganda qiyinroq. Darajaga 1 ni qo'shib, mana shu sondan ayiraman. Va darajasidan 1 ni ayirganimda maxrajga yozaman. Shuni ham shunday qilamiz. 3. Darajasiga 1 ni qo'shib, mana shu sondan 1 ni ayiraman. Va darajasidan 1 ni ayiraman. 2 ning to'rtinchisi. 16. Mana bu qavsimizning ichini yozaman. Mana shu yerdan. Ichkarini hisoblasam 2 ning to'rtinchisi 16. 16 dan 1 ayrsam 15. Maxraj 2. Surat bu yoq 8 bo'lyapti. 8 bilan 2 qisqaradi 4. 15 ni 4 ga ko'paytirsam 60. Ikkala usulda ham javob bir xil chiqyapti, lekin ikkinchi usuldagi formula ichkarida berilmagan. Buni siz yodlab qolishingiz kerak. Birinchi usul hamma uchun osonroq hisoblanadi, lekin birni unutib qo'ymaslik kerak. Mana shu muhim hisoblanadi. 5. Nisbatlar haqida. Arqon 2, 3, 5 nisbatda kesib olindi. Katta o'lchamdagi arqon kichik o'lchamdagi arqondan 4 metr 80 santimetrga uzun. Kichik arqonni topamiz. Bizga aytayapti, kattasi kichigidan shuncha uzun deyapti. Kelinglar, kattadan kichigini ayiraman. 3x. Mana shunimiz teng 4 metr 80 santimetrga. Buni santimetrga o'tkazsam 480 bo'ladi. 480 ni 3 ga bo'lsak 160. Bizdan kichik arqonni so'ragan, ya'ni 2x ni. X ni o'rniga 160 ni olib borib ko'paytirsak, javob 320 bo'ladi. Va bizda to'g'ri javob A. 6. Qavariq to'rtburchakning 2 burchagi to'g'ri burchak, bittasi esa 70. O'sha 4-ni toping deyapti. Tushunarli bo'lishi uchun o'sha to'rtburchakni chizib olaman. Mana bunday. Mana 4 ta burchagi bor. Mana bular 90 gradusdan. 90, 90. Ikkita burchagi 90. To'g'ri burchak desa, xayolimizga 90 gradus kelishi kerak. Va bittasi 70. Mana bu yer 70. Va mana shu 4-chimiz x ekan. Qavariq to'rtburchakning burchaklar yig'indisi 360. 90 ga 90 ni qo'shsam 180 plus 70 va plus x'imiz bor. plus 80 plus 70 plus x. 360 teng 250 plus x ga.
x'in teng 360 dan 250 ayırsam 110 gradus ekan. Va bizda bu yana A javobga to'g'ri kelyapti. 7. Barcha raqamlardan foydalanib tuzilgan eng katta 10 xonali sonning minglar xonasidagi raqamni toping. Eng katta desa, kattasidan kichigiga qarab ketamiz. Mana bunday. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eng katta 10 xonali son. Agar eng kichik 10 xonali son desa 1. So'ngra 0 ni qo'yamiz. 2, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana. Bu yerda ham 0 bor. Mana shu. Bu katta birinchisi katta, ikkinchisi kichik. Kichik deganini ham qaysidir smenada yoki kunda aniq tashlashi mumkin. Yo'llab qolamiz. O'shani minglar xonasidagi raqam. Mana bu birlar xonasi, o'nlar xonasi, yuzlar xonasi, minglar xonasi. Demak, bizda minglar xonasiga 3 raqami to'g'ri keldi. Demak, minglar xonasidagi raqam 3 ekan. 50 metr kub hajmli benzin 20 litrli idishlarga qo'yib chiqildi. Nechta idish kerak bo'ldi? Metr kubni litrga o'tkazamiz. Bizda 1 metr kubimiz 1000 litrga teng. 50 metr kubimiz esa 50 mingga teng. Ana endi mana shuni 20 litrli idishlarga qo'ygan ekan. Shuni 20 ga bo'laman. Ya'ni nechta idishga qo'yganini bilishim uchun. Buni bilsam 2500 ta ekan. Va bizda bu A javob. 9-savol. Kecha shunday bor edi, faqat mana bu ichkarida ikkilar yo'q edi. O'zlar edi. Mana shu qauslarni ochib chiqamiz. A plus 1dan yo'q. Ochib chiqaylik. A plus 2b plus b plus 2c plus 2a plus c. Mana shu savol har doim kelyapti. Keyingi kunlarda menimcha minusligini ham qo'shsa kerak. Qaranglar. A ga 2a ni qo'shsin. 3a. Qo'shganlaringizni ustiga xira qilib chizib qo'ying, bo'lmasa adashib ketasiz. 2b ga b 3b. 2c ga c 3c. Bu yerdan kelinglar 3 ni chiqaraman. A plus b plus c qolyapti. Va bizda A plus b plus c 132 ga teng. 3 ko'paytiraman. 132 teng 6, 9, 3. 396 ga to'g'ri kelyapti. Va bu bizda A javob. Hammasi A javob bo'lyapti. Endi imtihonda nima bo'lmaydi? Tuzilganda shunaqa tuzilgandir. Parallelogram. Parallelogram o'zi nima? Parallelogram to'g'ri to'rtburchakka o'xshaydi, faqatgina mana bunda qiyshiq bo'ladi xolos. To'g'ri to'rtburchak bilan parallelogramning perimetri bir xil. Xavotirli joyi yo'q buni. B teng 2a plus b. Bizda parallelogramning bir tomonini x deyman. A ni x deyman. B esa kichigidan 2 cm uzun. Demak, kichigi bundan uzun bo'lsa x plus 2 bo'ladi. Ana endi topilganlarni o'rniga olib borib qo'yaman. Yozamiz. 2. A ning o'rniga x, b ning o'rniga x plus 2. Mana shunimiz teng 32 ga.
2 ni 32 ga bo'lib yuboraman. Bo'lsak 16. X ga x 2x 2 ni bu tarafga ayirib o'tkazsak 14. 14 ni 2 ga bo'lsak 7. Bizdan o'sha katta tomonni so'ragan. Bizda katta tomon x plyus 2 edi. X ni topdik. Qo'ysam 7 plyus 2. Javobim 9. Bu bizda A javobga to'g'ri kelyapti. 16-iyul 1-smena mana shu savollardan iborat edi. Hammasini yaxshilab tushunib, tahlil qilib, 1 soat yoki 2 soat o'tgandan so'ng o'zingiz mustaqil ishlab ko'ring. Hech narsaga qaramang. Shunda yodingizda qoladi. Mana shunaqa tushmasa-da, shunga o'xshash tushyapti. Ko'ryapsizlar. 3 talab, 4 talab takrorlanyapti. To'g'risini aytsam, o'tgan yil kirganman. O'tgan yilgiga nisbatan oson. Har xil shakllar yo'q. Adashtiradigan savollar yo'q. Hammangizga keladigan imtihonlarda omad. Talaba bo'lib yurish hammaga nasib etsin. Va ustozingiz, ota-onangiz yuzini yorug' qiling. Omad hammaga.